Hi everyone, welcome to Higher Education Studio Classroom, and today I'm going to talk about new concept English Book 1, Lesson 30. What must I do? Sağdaş yaxshimizlar, biz oldingi darsimizda 29-dars bir o'rganib chiqqandik. Ana bu 29-darsga eng muhim bo'lgan bir fokus, eng muhim bo'lgan bir nuqta nima desanglar, bu yerga mustning ishlatilishi. Mustni biz oldingi soatligimiz darsda tushlik fe'lda o'rgangan. Ana bu tushlik fe'l endi bu yerga qanday ma'nosi bor desak, bu tushlik fe'lning birinchisi hamda bu yer cho'qim ma'lum bir ish harakatni qilishninki zaruriyatni cho'qim kerak, lozim degan ma'noni ifodalaydi. Adatan shu must oldira egisi qanday bo'lishdan qat'iy nazar o'xshashdan nima desam must kelgan gap. Mustni keyin yoki asli qilib qolmaydi, yoki mustni keyin boshqa narsalar qilib qolmaydi. Masalan, I must, you must, he must, she must deganga o'xshashchi. Endi mustning keyiniga nima keldi desanglar, fe'llarningki asl shakli. Endi fe'llarning asl shakli deganimiz endi fe'llarning keyiniga asli qilib qo'ysak bo'lmaydi va yoki ing qilsak bo'lmaydi. Cho'qim qana desanglar asli bo'lish kerak. Me'ar what must I do desa, masalan, you must open the door. Endi me'ar you must opening the door deb qo'ysak to'g'ri bo'lmaydi. Şuna müşahede mustni bugünkü dersimizde tekrar müstahkemlab puxtlab mashqlar orqali, yangi so'zlar orqali buningki ma'nosini tekrar ko'proq hamda qanday qilmoqchi, mashq qilmoqchi. All right, first of all, new words. Good. First one is empty. Okay, actual one wala empty. Okay. Endi bu yerga degan tovush qanday desam, pek ojiz talaffuz qilindi. Ba'zi tiz talaffuz qilib chiqib qoladi. Empty, empty degandek-ku. Empty. Okay, empty. Xo'sh, endi empty degan so'zning ma'nosi ilgari biz sifat vaqtida o'rgangan quruq deb. Masalan, bu stakan bo'lsa quruq. Biz mana shuni degan to'q. Buni the cup is empty. Endi quruq stakan bo'lsa empty cup. Okay. Endi bu yerga sifatlarning ishlatilishini qanday bo'lar desam, bir bo'lsa ismning oldiga keldi. Sifat degan shu odam va shaylarning sifatlari bo'lsa, adashlar. Bu yerga masalan Uyg'urchaga o'xshash ismlarning oldiga masalan o'ruq odam, semiz odam degan o'xshash endi bu yerga empty cup. Birga BPLning keyinda keldi, yana bir ismlarning oldiga keldi. Demak, the cup is empty, yoki nima desanlar, empty cup, empty cup. Okay, endi bu yerga empty bo'lsa nima desanlar, peel bo'ladir bu yerda. Peel. Bu nima desanlar, quruq dumaq. Quruq dumaq. Endi bu jumla qarab boqaylik. Empty the basket. Okay. The basket. Basket deganimiz sivat degan gap. Bu buyruq jumla uchun ama empty the basket bo'lsa, sivatni quruqdan degan gap. Xo'sh, endi buni biz oldin soatlik darsimizda mustni o'rgangan tushunama. Mustni ishlatib siz masalan sivatni quruq dishimiz kerak. Sivatni quruq dishimiz lozim. Shuni qanday ifodalaymiz? Dabanglar. Qanday ifodalaymiz? Dabanglar. Siz deganda nima deymiz? You kerak lozim, must. Okay, quruqlash, empty. You must empty the basket. You must empty the basket. Okay. Masalan, majumla qaraylik. The cup is full. Empty it, please. Bu stakanlıqken quruq deyutam. Yoq bu biz Uyg'urcha terimi zag'irnan til bo'yicha aytganda bu to'kuyutam degan gap, bolalar. Masalan, empty deb bo'lsa, bu stak ya bu potulkaning ichidagi narsani to'kuyutam, quruq deyutam degan ma'nosi chiqadi bu yerda. Empty the bottle, empty the basket degan gap. Hamda buningki qarama-qarshi ma'nosi biz sifatni o'rganganda nima full deb o'rgangan. Full degan liq degan gap tushunami? Bu liqlamak bo'ladi bu yerda peel bo'lgan ma'nosi. Masalan, qo'sqim ochtirgan deymiz. Okay. My stomach's empty then? No. Bu intayin addilam nima desam? I'm hungry. I am hungry. Hungry. Okay, and yana bir jumla voqea qaranglar. You must empty your box. All right, you must empty your box. Siz cho'qim bu eshikni quruq dishingiz kerak. Demak, empty quruq demak. Empty the cup.
Nemini quruqtırmaq? Stakanni quruqtırmaq. Okay. Empty the basket? Savatni quruqtırmaq. Okay. Good. Next one is read. Okay. Read. Endi nima tavsiqlarni o'tirdiki nima? Odatda mesela ağzımız kulimsiraga aldish kitap so'ziladi, qishimiz ustida ko'tarilish nima? Nima? Read. Read. Okay, action o'qinglar. Read. Bu nima bo'ladi? O'qimak. O'qimak. Masalan, read a book. All right. Read a book. Nima? Kitob o'qimak. Alaqda jurnal o'qimak deganda nima deymiz? Journal deganda nima deymiz? Magazine. All right. Endi biz Uyg'urchada jurnal deymiz, hamda journal deb birisi bor. İngilizce journal. Ummu jurnal deymiz, lekin hamda bu journal deganimiz nima deysan? Maxsus ma'o. Mesela maktablarniki, ma'lum bir tadqiqot o'rinlariniki, ilmiy maqolalarni chiqarilgan maxsus oylik, fasllik jurnallar bor. Shuni nima deymiz? Journal deymiz. O'xshab qoladi. Okay. Amma read a magazine degan jurnal o'qimak. O'qimak. Okay, endi masalan jiq bolalar o'qimak deganda Uyg'urchada xato ishiladi. Masalan, naqsh o'qimak deydi. Hey, naqshini o'qimaydi, naqshini aytadi. Naqsh aytmoq deyishimiz kerak. O'lchamdagi holat shu ba'zi naqsh o'qib beradi, qo'ydi. Naqsh aytib beradi deganimiz to'g'ri. Endi shu naqsh aytmoq degani nima deymiz? Sing. S-I-N-G. Sing. Masalan, naqsh aytmoq bo'lsa, sing a song. Sing a song. Okay, naqsh aytmoq. Sing a song. Aldırmay olsan, sing a bir song. Naqsh aytmoq. Ma'o bo'lsin masalan, o'qimak biz kitob, jurnal bir narsa o'qiymiz shuni ama. Okay, hamda masalan must ni ishlatgan bu jumla qaranglar. He must read it. He must read it. U cho'qib qanday qilish kerak? O'qish kerak. He must read it. He must read it. And do you read this book? Siz bu kitobni o'qamsiz? Okay. Do you read this book? Siz bu kitobni o'qamsiz? Demak, read deganimiz nima desanlar? O'qimak. Uni lekin vallahi ingliz tilida yana birga men bo'lgan fe'lni o'rganayapmiz shunami? Arada ikki fe'l hargiz bir yoq kelmaydi. Agar bir yoq kilga shoqqasa o'ttirg'ini nima qo'yamiz? To deganni qo'yamiz. Bu nima? I like to read storybook. Okay? Men nimaga amaraq deydi? I read a storybook. And the storybook deganimiz hikoya kitob. I like to read. Men hikoya kitob o'qishga amaraq degan gap. Okay, read. Okay, read. Uni deganimiz bir darsimizda o'tirib qo'ygan mana bir gap bor. I can read you like a book. Deydi. I can degan qila olmayman aytalayman. Mushun bir tushlik berdi. Bu sharkat qilsin imkoniyatni bildirdi. I can read you. Men seni o'qiy olayman. Like dak hamda meyarki like deganimiz xuddi dak degan gap like a book. Xuddi men sizni kitobni o'qigandek o'qib olayman deydi. Nima degan gap bo'llar? Ma'lum birisini kitob o'qigandek o'qib etsanglar, nimani bildirdi bu yerda? Demak, u odamni vekshi tushunganligini bildirdi, shunami? Demak, men yerda g'iz tilda intan ko'p ishlatib qo'ylar chetellaklar. I can read you like a book. Demak, men sizni bek tushunaman. Demak, sizning bujuringizga tushunaman. Xuddi nima deymiz? Men sizni bash qo'lni tushundagandek tushunaman. Sizni bash qo'ldek tushunaman deymiz-ku. Okay, shuni I can read you like a book. Agar men uni bash qo'ldek tushunmay desak-chi, I can read him like a book. Okay, endi men Qashqarni bash qo'ldek bo'laman desak-chi, I can read Kashgar like a book. Qashqarni o'qiydirgan ba'zi vaqtlar yomon-kana. Demak, vaqti tushundigan, vaqti biladigan shu zada shu perxondek yoki palchidek zada ko'ngildigan topalangan. I can read you like a book. Demak, chashin bek tushunadigan, nima o'ylaydiganligini, nima ish qiladiganligini bek biladigan odamni deymiz. Shu jumla I can read you like a book. Read o'qimak. Oldin so'zni aytib qollar, quruqdimaq degan bir so'z o'rgangan. Quruqdimaq empty. Empty. Good. Next one is sharpen. Xo'sh, hamda birinchisi sharp degan so'zni o'rgangan. Sharp. Masalan, the knife is sharp. Bu pichoq bo'lsa, ishtik.
o'tkir deb o'rgangan. Ani sharpen makaniga en qitilibdi. Bu piyillashtiruvchi qo'shimcha. Nima ish qilib burasida? Okay, somebody is sharpening the pencil. Birisi qarindosh ushlab etibdi. Bizlar ushlamoq deganda nima deymiz? Sanlar sharpen deymiz. Masalan, sharpen a pencil, qarindosh ushlamoq. What about this? Sharpen a knife. Okay, anda bir pichoqni qanday qilib etibdi? Ushlab etibdi. Bu degani ham pichoqni bilawadi degan gap. Bilmak. Sharpen a knife. Bular knife degan o'qiganda davlatlar diqqat qilgan nuqta, ammo K degan talaffuz qilmaymiz. Sharpen a knife desak olmaydi. Sharpen a knife. Nima? Knife. Nima? Knife. Good. So, does she sharpen a pencil? O qarindosh time ushlamdi. Deydi. Yes, she does. Okay. Look, that knife is blunt. Please sharpen it. Av pichoq galop qopdi. Qanday qilam? Ushlayotgan degan nima deymiz? Please sharpen it. Hamda mishalik blunt degan sifat olib keldi. Sharpen deganimiz nima? Peel. Agar buni special qilchi, sharp. Sharp? Sharp. Okay. Masalan, that boy is very sharp. Bala vahshiy o'tkir desak hamda qalsini o'tkirligini keldi. Uyg'urchadan bog'u hamda. Good, next one is put on. Put on. Put on. Take off. Good, hamda put degan qo'ymoqda on degan ustiga. Agar sizlar bir narsani ustiga qo'ysanglar, bu nima bo'ldi desanglar, kelgan bo'ldi. Masalan, biz kiyim kechagini qanaqa qilamiz? Badanimizning ustiga qo'yib qo'yamiz. Bu biz Uyg'ur tilidagi kiymak degan gap. Demak, put on. Ana take off degancha, meyalik off degan ayirmoq degan gap. Take degan ilib ayirib ketish bo'lsa narsangiz sanmoq. Masalan, put on your shoes. Oyog'ingizni kiying. Put on your hat. Shlapingizni kiying. Take off your what? Take off your hat bo'lsa, shlapingizni saveting degan gap. Bu odatda yana nima ishlatgan bo'lsangiz, put on something yoki put something on. Ishqilishlatgan bo'ldi. O'tirgasanlar bo'ldi yoki shu ishni keyiniga olsanlarmi bo'laveradi. For example, put on your coat. Put your coat on. Paltoringizni kiying. Yana birisi o'xshashlanma paltoringizni kiying degan gap bo'ldi. So, this hat is small, don't put it on. Okay, hamda bu shlapa kichik, qanaqa qilmang kiymang dedi. Hamda yana bir diqqat qilgan gap. Put on mushunga o'xshash so'z berikmalarining keyiniga agar it bo'lgan chog'da etni ang keyiniga qo'yishga faqat bo'lmaydi. Cho'g'im etni qanday desam, o'tirganimiz mishalik almashlab qolib qolsa, masalan, put on it demaymiz, put it on. Take off it demaymiz, take it off. Agar ism asl shakli bo'lib qolsa bo'lardi. Lekin bu shariki almashlar, ya'ni it, them deganga o'xshash. Put them on. Herkes put on them demaymiz. Og'zimizga kelmaydi-ku bu. Grammatik jihatda bir kichik nuqta diqqat qilib olgan. Take off something, take something off. Okay? This bathroom is cold. Don't put your coat off. Bu uy sovuq. Paltoringizni solmang dedi. Don't take your coat off. Sorry, men xato qilibdi. Don't take your coat off. Cho'qim nima? Take off deyishimiz kerak qoldi nimaga? Don't take your coat off. And then deyishimiz kerak. You must put on your coat. Okay. So next, what is turn on and turn off? Okay. O'xshashlar nima desam, turn degan ma'noda cho'gilmaga bo'ladi. On degan ustiga. Demak, ma'lum narsani turn on qilgan bo'lsanglar, qo'zg'atmoq bo'ladi, yoqmoq bo'ladi. Masalan, turn on the light. Chiroqni yoqmoq. Turn on the TV. Televizorni qo'ymoq. Turn on, turn off bo'lsa, etmak degan gap. Okay. Masalan, please turn on the radio. Radioni qanaqa qilib echib demak, radioni qo'ying degan gap bo'ldi. And turn off the radio bo'lsa, radioni o'chirib degan gap bo'ldi. And turn on your stereo. And the stereo deganimiz bichariga ovoz yangiratgan deymiz stereo. Turn on your stereo. Yoki turn off your stereo. Don't turn off that TV.
bu televizorni qanday qilmang? O'chirmang. O'xshashlar hamda bu yerga turn on, turn off-ning o'ttirga bir narsa qo'ysak bo'ladi. Masalan, turn on the TV, yana bir shaklni bersang, turn the TV off. yoki turn the TV on deganga o'xshasha. So, could you please turn up the car radio? Okay. Ana men yerga could you please degan texmi vaqti spy etishama bo'ldi. Siz bir hapolmaymi shu mashinaning radiosini bir o'chirtamsiz degan gap bo'ldi. Could you please turn up the radio? Turn up the radio. Good. So, let's look at written exercise and the yezish mashq qaraylik bollar. Endi bu darsning yezish mashqi ancha ko'p emas. Misharika hamda mushlarni aralashtirsangiz ham bo'ldi. Masalan, the cup isn't empty. Bu stakan quruq emas. Andaqda nima emas? Quruq deyaptim. Empty it. Asanmikan? Masalan, the door isn't shut. Bu itiqlik emas. Itivitim deganda nima emas? Just shut it. Okay, shut it. Okay. Onun degananda nima desam? The window isn't clean. Clean it. Tozlang. The door isn't open. Open it. Deganga o'xshashcha. Endi makina qarasak put on. Masalan, put on your coat. Put your coat on. Ishqil deyishga bo'ladi-ku. Put on your coat. yoki put your coat on. Turn on bo'lsa, turn on the tap. Turn the tap on. And then we have tap deganimiz jumak degan gap. Jumakni iching, jumakni iting degan gap. Qaranglar bolalar, you must. And then we have you must siz manda qilsangiz kerak. Masalan, you must empty the case. Siz cho'qim endi bu chamadonni quruq deyotang. You must turn on the radio. Radioni qanday qo'ytang, o'chirib. You must sharpen these pencils. And this is bu darsni qanday qo'ytang? Shu ushlayotang, bu qarindoshlarni ushlayotang deydi. Demak, endi ma'no nima desam, bu you must deganni ishlatilsa bo'ladi. Xo'sh, mana tutashtirib qo'yinglar qani. Masalan, shart bo'lgan bo'lsa, nimani shart qilsak bo'ladi? Like table, floor, book, window, door, shoes. Endi bu yer mishari shart deganni ishlatishga bo'ldig'ini window bilan nima ekan? Door ekan. Qaysini tanlaymiz? Qaysisi bo'ldi-ku? Okay. Shut the door and open the window. İşte taqab derizini chanishmi? Okay, endi dust bo'lgan bo'lsa, chang to'zani surtmakda, shunami? Endi buni nima deysan? Dust the table and o'qumoq. Read the book and then nima deysan? Clean the shoes, tozalamoq. Sweep the floor. Qanday qilish? Ya'ni qanday qilmoq desanlar, supamak. Sweep the floor. Xo'sh, hamsa mana bugungi darsimizmi asosan oxirlashay debdi. Endi bugungi darsga muhim bo'lgan narsa yana shu must. Mustdan keyin feelning asl shakli keldi. Feel degan nima edi? Naq shu sharkat shu. Bo'lsa adashlar, bo'lsa mashqni tegim yaxshi ishlab, endi buni topshiriq nima desanglar, ash keyindagi yoziqchilik mashqini o'zingizlar yana bir qatim qayta ishlab, uningki so'zlikni bir 10 qatim yozib, undan sirtanda o teksini cho'g'im yodlayotanglar. Chunki bu yerda tekst yodlagansizlar yodlavergandan keyin shu butun talaffuz qilish organlaringlar ovoz chiqarish harakatini kunutchi. Amniyatda til kunish bu xuddi badan chiniqtirishga o'xshash, ham davomli mashq qilish kerak. Qayt mashq qilganda sizlarniki endi shu so'zlash, anglash hamma jihatda tang yetilib bo'lgan gap. Bo'ldi? That's all for today. See you next time. Goodbye.